Jeturda, Jetur Buxoro avtosentr deymiz. Jetur Buxoro. Jetur Buxoro avtosalonga kirib keldik. Murshid akamiz kutib turibdi. Assalomu alaykum. Husan aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog' salomatsiz. Avtosalonimizga avvalambor xush kelibsiz aka. Rahmat aka. Mashinani ko'rsatamizmi? Mashinalarni yangiliklardan qilib beringda. Endi mana hamma yangi mashina mana deb qoldi. O'zi har xil gap-so'z ko'payib ketdi. Hamma shu yangiga qiziqyapti. Shu narxlarni bir yengillik qilib, xalqqa qulaylik qilib, Gap yo'q aka. dekabr oyi bir yangilik qilgandirsizlar. Yangilik bor aka, qarang. Dekabr oyida o'zi qonun qoida bo'yicha necha oydan beri Jetur Dashing modeli bizda наличие yo'q edi. Hozir endilikda ikkita Dashing modeli, hop, T2 oq variant, qora, qanaqa rangni xohlasalar, наличие mavjud. Xohlasalar, рассрочкаlar ham ularga ochilgan. Hozirda masalan 50% ni bersalar ham, 25% ni bersalar ham bo'lib to'lasalar bo'ladi aka. Oyma-oy. Bo'lib to'lashga bemalol kelaversa bo'ladi. Xuddi shunday. Bemalol. Xo'p, keling bu boshidan bir tanishtirib o'tamiz. Nima deysiz? Xo'p, Jetur X50 modeli. Mana marhamat. Hozirda ushbu avtomashinamiz aka sotuvga tayyor turibdi. Xo'p, наличие demoqchiman. Bor, birinchi pozitsiya yoki ikkinchi pozitsiya. Bular pozitsiyasi nima bo'ladi? Luxury, premium. Bularda shunaqa. Xo'p, luxury'sidan ham bor, premiumdan bor. Farqi nimada deyishingiz mumkin? Farqi buni diskasi 17, ikkinchi pozitsiyasining diskasi 18 razmerda bo'ladi. Xo'p, ikkinchi farqi bu mashinani kamerasi zadniy kamera bo'lsa, uniki 360 kamera bo'ladi. Uchinchi farqi bu slipoy zona. To'rtinchi farqi голосовой управление bo'ladi. Beshinchi farqi tomida, lyuk. 5 ta farq bor. Qolgan hamma joyi motor deysizmi, mashinani uzunligi deysizmi, eni deysizmi, motori o't kuchi deysizmi, komplektatsiyalar deysizmi, hammasi bir xil. Bu motorida shunda qanday motor turibdi? Motor, xo'p, Volkswagen kompaniyasidan hamkorlikda ishlab chiqarilgan dvigatel, ya'ni 1.5 turbo 156 ta o't kuchiga ega. Motori yoki texnik, masalan, korobkalar bo'ladi, xo'p, elektronikalar bo'ladimi? Ularga 5 yildan yoki 150 ming kilometrgacha zavod tomonidan garantiya beriladi ekan. Xuddi shunday. Xo'p, mashinamizni keling ichki qismidan tanishtirib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Mana aziz do'stlar, koja bilan qilingan, eko koja. Hamma joyi ko'rishingiz mumkin. Eko koja bilan qilingan. Xo'p, беспроводной зарядник, quvvatlagich 50 vattgacha. Xo'p, tarpetkalari ham koja, обшивкалari ham koja, rullari multimediya, kruz kontrollari bor. Xo'p, undan tashqari yana multimediyalarni boshqatsa ham bo'laveradi. Mashinada 9 ta обогрев sistema bor. Nimada, qayerda deyishingiz mumkin. Xo'p, birinchi o'chir 4 ta sidena. 4 ta sidena bor. Ana shunday. Mana bu 5, mana bu 6 qiziydi. Mana bu 7 oldinga ham spiral o'tgan. 7 spiral bor. Xo'sh, mana bu 8 orqadagi va mana bu rullik bilan 9-chi. Rulligacha bor. Rullari ham qiziydi. Qo'l yoqqa yorgan ekan. Xuddi shunday. Uni full desak bo'laveradi. Bu narsalar masalan 1 bilan 2 ga bu narsalar farq qilmaydi, bir xil. Nima ikki funksiyasi bor ekan? Mashina olishda nimaga ahamiyat beriladi? Asosiy ходовой частiga va колесный bazasiga. Mashina qancha колесный baza uzun bo'lsa, shuncha o'shanga yarasha ходовой yengil ishlaydi ekan. Xo'p, mashinamiz uzunligi 4400 mm ekan. Xo'p, hozirgi masalan keling boshqa raqobatchilarga qaraganda ancha uzunroq va enliroq. Xo'p, diskoviy tormoz bilan jihozlangan, ko'rdingizmi? Ko'p mashinalar barabanli tormoz bilan keladi atrofga. Bu mashinani orqalari ham ko'rib turganingizdek diskoviy tormoz bilan jihozlangan. Mягкий diska balonlarda keladi. Xo'p, ходовой sistemasiga kelamiz. Ходовой sistemasi ya'ni Macpherson firmasi tomonidan qilingan, ya'ni отдельно mustaqil ravishda независимый подвеска deyiladi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, undan tashqari выхлопной sistema ham ikkitalik bo'ladi bunda. Datchik partronikalar orqalarda bor va dizayn ko'rinishini orqasidan ko'rishingiz mumkin. Xunuk emas-da orqalar. Juda ham o'ziga tortaydigan. Bagaj sig'imi ham aka ko'rishingiz mumkin. Ancha kattagina aka. Xohlasangiz bu mashinaga propan yoki metan qo'ysangiz ham bemalol o'zimizda garantiya asosida turaveradi aka. Juda ham ommalashdi, ko'rib turibsiz ko'chalarimiz. Именно shu XL. Именно XL, X70 dan talab juda ham bizga kuch. Oyiga 150 ta, 120 tagacha sotiladi aka bir oyga. Xo'p, mana propan uchun joy ham bor, zapaskalari ko'rishingiz mumkin. Bu ko'rib turgan pozitsiyasi luxury bo'ladi. Bu mashinaning narxi 288 million bo'lgan aka.
Hozirda aksiyada 260 million, dekabr oyida 260 million bo'ldi aka. Yani her işte 260 Xuddi milyon shunday. çıkarttı. Yana chegirmalari bor aka. Mhm. Xo'p. Agarda naqd pul yoki kreditga rasmiylashtirmoqchi bo'lsalar, mayli, kredit, naqd unday gapirib bermaydi, u bir tanatsiya qilasan. Kreditga qilgan paytingiz ham bank baribir 100% avtosalonga to'lab beradi, tamom. U o'zi bank bilan mijoz qoladi, biza emas. Xo'p, ushbu avtomashinani siz aka, xo'p, 253 million 510-dekabrgacha xarid qilishingiz mumkin. Yana chegirma demoqchiman. Chegirma bo'lgan 260, lekin yana chegirma 253 million 510-dekabrgacha shunaqa imtiyoz bor. Mashinani o'zingiz ko'rdingiz. Beskuluchivoy dostup deysizmi? Даже orqalari ham aka ancha raqobatchilarga qaraganda enlik, keyin oyog'ingiz ham tiralib qolmaydi. Bemalol spokойно o'tirsa bo'ladi yana. Mazza qilib o'tirgan paytda tegmaydi oyog'ingiz. Juda ham katta, kengichi. Bemalol bu yerga 3 kishi sig'adi aka. Shunday. Katalogga mana büyük, ancha yana büyük bor. Aytayotgan aksiyalaringiz videoda boshqa, hayotda boshqa bo'lib qolmaydi. 10-dekabrgacha endi misol uchun. Yo'q, 10-dekabrgacha o'zi amal qilayotgan O'sha aytgan narxingizni so'rasa berib olasizmi? 253 million 500. Aytildimi, aytildi, bo'ldi. Men beraman, taxlab beraman. Ha, Agarda o'zimga murojaat qilsalar, yana chiroyli bonuslar ham mavjud. Qanaqa bonus desangiz, masalan, ochiq qo'ydim, kartani ochaman. Bu mashinaga viloyat bo'yicha любой bitta respublikadan so'rashingiz mumkin. Bunaqa aksiya, bunaqa bonus qilib bera olmaydi biror kishi. Men bunga nima qilib berib olaman? Pollik qo'shib beraman. $100 evako. Radiator защита $100. Tonirovka Armalan original, ya'ni tashqaridan ko'rmaydi, ichkaridan ko'rinadigan qilib beraman. Xo'p. Oyoq qo'yadigan parogini ham qo'shib beraman. Aka shu yerning o'zida $1000 dan ziyodroq bonus qo'shilib beriladi. Shulardan bittasimi yoki hammasini qilib berasiz? Ana shuni men qilib beraman hammasini. 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 Degandan keyin to'lov bor edi, shunday bo'ladi. Akajon, to'lovi aka nima bo'lishi mumkin? To'lov usti haqi bo'lishi mumkin. Atak bonusni $1000 so'ramayman. Shu 253 million hammasi ichida bo'ladi. 253 million 500 ming so'm ana shu men aytayotgan bonuslarni men qilib beraman. Agarda o'zimga uchrashsam, Mirshod bilan gaplashsin, shu bola bilan suhbatlashsin deb kelsalar, xudo xolasa ana shular narsalar amal qiladi. Agarda telefon qilib so'raverasizlar Mirshod akani. Endi Mirshod akani so'raysizlar ana shu gapiga. Agarda pastda raqamlarni qoldiramiz, ma'lumotlar uchun bu yerda call centerlarimiz mavjud. Agarda yo'q, o'zimni shaxsan nomerimni so'ramoqchi bo'lsalar, 99lik 589 07 76 tasida. Bemalol o'zimga chiqarsa, shaxsan nomerim o'zimni telefon qilib savol javoblaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin bo'ladi. O'zim javob beraman. O'zim sizlarni shaxsan kutib olaman. Xorazmmi, Qashqadaryomi, farqi yo'q. Qayerdan kelishlariga qaramasdan biza aksiya amal qiladi va undan tashqari, xudo xolasa, viloyatdan keladigan mijozlarimiz uchun test drive xizmatlari ham bor. Agar xohlasalar haydab ko'rishlari mumkin. Xo'p, undan tashqari aka gostinitsalarga chiqib beraman. Trading xizmatlari ham bor. Mashinalari bo'lsa, eski mashinani hisoblab olib, unisi berib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi aka. Yashang. Keyingi mashina to'g'risida ma'lumot beramiz. Xo'p, X50 ni mana ko'rib turganingizda ikkinchi paytsiz. Buni o'zi funksiyalarini tushuntirib berdim. Shunday. Mana diskasida 18 diska, lyukida farqi 360 kamera. Unda zadniy, bunga 360 kamera bo'ladi. Xo'p, slipoy zonasida farq bo'ladi va голосовой управление, ya'ni ovozli boshqaruv. Qanday ishlaydi deyishingiz mumkin. Keling. Beskuluchivoy dostup ham mavjud. Mashina pultdan ham zavodit bo'ladi, o'chiradi ham. Bu shunaqa darajada funksional. Funksiya zo'r ekan. Video davomida nomerimni yozib olaylik birorta varaqchaga, чтобы yana nimadir videolarni, mashinalarni ko'rsatib obzor qilib o'taman. Keyin batafsil siz bilan suhbatlashaveramiz. Gaplashasiz. 99lik 589 07 76. O'zimga shaxsan chiqasizlar. Mashinani yondirdingiz. Yondirganingizda rul elektr usulyonni ko'rishingiz mumkin. Barmoq bilan aylantirib ekansiz-da. Bu bir barmoq bilan boshqarib bo'ladi. Даже havo graduslarini ham ichkarida ko'rsatib beradi. Mana do'stlar, mana ko'rib turganlaringiz. 18,5 gradus. Eco, sport rejimlari, normal rejimlari mavjud bu mashinada. 3 xil rejimi bor. Xo'p, mashinani ko'rib turganingizda avto hold va ruchniklari elektropaket. Hozirgi masalan ko'p mashinalarda ko'rgansiz aka, hali beri oddiy ruchnik turibdi. Aka, bu mashinani oldingiz, siz komplektatsiyani yutasiz. Ancha oldinga borasiz. Funksionalniy mashina oldingiz. Nega? Cruise control, marhamat, ishlayapti. Bu. Yondirdingiz Apple CarPlay, Android Auto, mana Apple CarPlay ham bor. Yondirdingiz masalan, ham kichkinagina katta bir televizorni qo'yganda emas ekan. Yo'q, o'ziga mos qilib chiqarishgan ekan. Shunday. O'ziga mos qilib chiqarishgan. Xo'p.
ko'rib turganingizda Apple CarPlay qanaqa vazifani bajaradi deyishingiz mumkin. Men savolingizga javob beraman. Apple CarPlay hozirgi aka ko'p brendlarda yo'q. Отдельно adapter olasiz, adapterni через USB ulaysiz. Ulaganingizdan keyingina bu yerga navigatoriz, приложениялар chiqib keladi. Bu mashinaga hech narsa shart emas. Telefonni o'zi yetarli. Telefonga o'g'irlab приложение skачать qilasiz. O'zi navigatorlar ham, приложениялар, SMSlar, Telegramlar hammasi ulanib keladi monitorning o'ziga. Shunaqa darajada aql yoki agarda iPhone bo'lmasa, Android bor. Bunda Android Auto ham bor. Apple CarPlay va Android Auto ikkalasi ham mavjud. Bemalol telefon orqali boshqarsa bo'ladi. Mana bokovoylar полный складной. Anti-zanos knopkasi ham bor. Bu degani masalan qishki rejim, qishga tez gaz beradi-ku, sirpanib ketadi, to'g'rimi? O korobka og'irroq bo'ladi. Og'irroq bo'lib, sirpanmasdan harakatlanadi. Shunaqa darajada aqlli. Oynalarni hammasi avto rejim, ya'ni birta bosganda tushiradi. Birta bosganda ko'tariladi va farzandlar uchun hamma oynalarda детский защитаlar ham mavjud ekan. Lyuklargacha детский защита qo'yilgan. Xo'p. Oldini ham mana ko'rishingiz mumkin. Ana endi keling aka. Asosiy narsaga keldik. Xo'p, buni aylanib kelasiz, qilavering. Qilavering. Mana aziz do'stlar. Xo'p. Ushbu avtomashinani farqini tushuntirib berdim. Ana endi sizga o'sha farqini ko'rsatib ham beraman. Xo'p. Ushbu avtomashinani ovoz bilan boshqarsa bo'ladi. Привет, Jetour. Включи радио. Orqali boshqarsa bo'ladi. Привет, Jetour. Открой переднее правое окно. Marhamat. Ruslan aka ko'ryapsizmi? Xudarka. Ishonish qiyin, bunaqa narxda, bunaqa komplektatsiya aka, bu olov. Real aytyapman. Любой bitta avtosalon kiradilar. Bunaqa narxda bunaqa mashina yo'q. Qanchagadi buni narxi? Xo'p, ushbu avtomashinaning narxi o'zi qonun qoida bo'yicha 312 million bo'lgan. Keyin hozir bizada 280 million, ya'ni 279 million 500 ming so'm aksiyaga tushgan. 10-dekabr davomida shu avtomashinani xarid qilmoqchi bo'lsalar, inshaalloh men buni sizga 273 million so'm evazga taxlab beraman. Va aytib o'tganimdek, parok, polik, radiator zashta tonirovkalarni ham men sizga qo'shib beraman. Yashang. Mana. Kelaverasizlar do'stlar. Dvigatelni ko'rsatamiz. Ruslan aka, xohlang mashina xarid qilishda nimaga e'tibor beriladi? Xo'p, dvigatelga e'tibor beriladi. Yurak, mashinani yuragi qancha mashina bo'lsa, o'shancha harakatlanishi ham yaxshi bo'ladi. Xo'p. Men nima uchun buni ochdim? Nima uchun ko'rsatyapman? Sababi bor aka. Nimagaki bu 1, 2, 3, 4 ta silindr, ya'ni 4 ta porshonga ega. Hozirgi inomarkalaringiz ko'pisi 3 porshondan chiqyapti. Endi nomini aytish xato aka. Men sizga o'zi birinchi yomonlab qo'ygan bo'laman. Xuddi shunday. Men sizga просто o'zlari bilishlari uchun aytyapman. Bu mashina ularni yoradi, dangaladi. Ochiq oydin gap. Mashina seplik motor. Bu seplik. Remen emas. Shunga qarab endi aytaman. Ana shu narsani e'tibor bering aka. Bu asosiy ABS sistema, 4 talik. Orqa va oldin. Ko'ryapsizmi? Polni o'tgan akajon. ABS sistemalar bor. Turbo kompressor 1.5. Hozirgi inomarkalaringiz aka 1.5 turbo, 1.2 turbo chiqyapti, ko'rdingizmi aka? 1 litrlik turbolaringiz ham bor. Ular aka hammasi 3 portion yokida o't kuchi kam bo'ladi, yokida masalan o'sha nimjon nimaga bo'lgan taqdirga aka. Olish kerak aka, seplik motor olish kerak, remenlik xato olish. Men deb o'ylayman. Nimagaki? To'g'ri aytasiz. Ertaga yana qiynalib, yana motorni ko'tarish, bu aka o'zi bitta Nexa'ni o'zi yozgan. Nexa'dan nima bo'lardi? Remen uzilib ketardi, yana motorni ko'tarib remenni qiydirish kerak bo'ladi. Bu shart emas. O'zida gidrokompressator bor. O'zi avtomatik ravishda regrovka qiladi sepni. Sepni o'zi natashga beradi. Shunaqa darajada mashina aqlli ekan. Zo'r ekan lekin. Xo'p, bu mashinani o't kuchi ko'p. Inomarkalardan farqli o'laroq bu akajon 156 ta o't kuchiga ega. 1.5 turbolar chiqadi aka. 1.5 turbolar 147 ta o't kuchi bor. Bu mashinada 156 ta o't kuchi. Farqi birinchi o'chirish shunda. 1.5 turbo endi yangi dvigatelligini ko'rsatyapman. Volkswagen zavodi, ya'ni Germaniya asoschilaridan chiqib kelgan ekan. Xo'p, bu mashinani o'zi Xitoy brendi bo'lishiga qaramasdan, hadavi Britaniyada yig'iladi. Ya'ni McPherson tomonidan berilgan. Даже oldin, orqa ikkalasi ham независимый, ya'ni orqalargacha balka emas. Shu narsalarga olayotgan paytingiz e'tibor bering, nimagaki bu aka ertaga sizga jo'ra bo'lmasligi mumkin. Shunda. Yana hadavoy, yana almashtirish, yana mashinani almashtirish hadavoy uchun kerak emas.
bir bor qiling, xato qilmang. Hayotingizga bir bor nima qilasiz, to'g'rimi? Bir bor yaxshi xotin tanlaysiz, bir bor yaxshi moshina tanlaysiz. Tamom aka. To'g'ri aytasiz. O'sha xotin bilan gaplashayotgan paytingiz ham bir gaplashib, xarakterini bilib keyin olasiz-ku, to'g'rimi? Shunday. Xuddi shunday aka. Bu mashinani ham birinchi o'rganib, keyin xarid qilasiz. Mashinaga lekin sipli motor ekan, zo'r ekan, to'rpor. Xuddi shunday. Ikki qatorlik linza proyeksionli optika. Ya'ni ko'rishingiz mumkin. Birta linza, ikkinchi linza. Bu linzani nima uchun ko'rsatyapman? Buni sababi aka sizga polasa bemalol beradi aka. Ko'rasizmi? Yo'llarimiz o'zi bilasiz aka, ko'p yamalarni ko'rib bo'lmaydi. Yoki ko'zni qamashtiradi. Dalniga keladiganlarni ko'p kishi haqorat beradi aka. Realni aytaman, dalni svetni ham, masalan, dalni svet qilmagan deb o'ylaysiz. Ko'pchi u uchga qo'yadi-da regrovkasini. Bu avtofara o'zini o'zi regrovka qiladi, o'zini o'zi tushiradi polni. Keyin aka bizga short spravkalar ham sразу, masalan, mashinani xarid qildingiz, to'lov bilan amalga oshirdingiz, yarim soat, maksimal 1 soat ichiga short spravkalaringizni olib ketishingiz mumkin. Agarda ishonmasalaringiz, ana o'zimizning kommentariyada guvohlarimiz bo'ladi, bemalol olgan mijozlarimiz ham baribir sizni ko'rishadi, o'shalar ham o'zlari javob berishadi. Olgan mijozlarimiz. Bizda o'zi short spravkalar masalan o'zi ko'p cho'zilmaydi. Sразу moment beriladi. Shu tez ishlarni hal qilib beramiz. Bu mashinada faqat avtokredit mavjud. Ochiq qo'ydim, gapiraman. Ko'p mashinalarda рассрочка deyishadi. Рассрочка ham bor bizga. Agarda avtokreditga olsalar, aytganimdek, ana shu aksiyalar amal qiladi. Hozir shu mashinani 273 million so'mga xarid qilib ketishingiz mumkin. Shartnomada chegaralangan. Iloji bo'lsa tezroq harakatingizni ko'rishga harakat qiling. Nomerimni qo'ldiraman 99 589 07 76. Past raqamlarga ham murojaat qilishingiz mumkin agar ulgurib qolmasam. Agarda telefon qilgan paytda ko'tara olmasam, SMS yozib qo'ying, o'zim chiqaman sizga. Shaxsan o'zim обязательно chiqaman. Xo'p, X70 FL Comfort variantiga o'tamiz. Ushbu avtomashinamiz eng xadavoy hisoblanadi. Nima uchun? Sababi bunaqa narxda respublika bo'yicha bironta avtosalonda 7 kishilik avtomashina yo'q aka. Biza bizani hamyurtlarimiz nimani yaxshi ko'rishadi? Bizani hamyurtlarimizda bola ko'p, farzandlari ko'p, to'g'rimi? O'sha uchungina aka X70 ni chiqarishadi. Ko'p oilaliklar uchun, masalan, ikkita mashina bo'lib tog'larga yo dam olishga chiqish shart emas. Ota-onangiz bemalol sig'atlar, farzandlaringizni orqaga ayolingiz bilan bemalol birta mashina bo'lib chiqib ketsangiz bo'laveradi aka. Bunaqasi hech qaysi avtosalonda bunaqa narsa topa olmaysiz. Men sizga javob beraman. 286 million evaziga bu realni so'z. O'zi bu 318 million bo'lgan, 299 million aksiyaga tushdi. Hozir dekabrning 10-chisiga 286 million so'm evaziga 25-yilni oxirgi partiyalarini xarid qilib ketishingiz mumkin. Tezda shoshilinglar, aytgan chegirmalar, aytgan bonuslar bunga ham amal qiladi. Xo'p. Dvigateli 1.5 turbo, 156 ot kuchi, o'sha motor, seplik motor, bir xil motor ikkalasidan. Bu nima uchun gavdasi kichkina, bu katta deyishingiz mumkin. Aka, bu motori o'zi bunga qo'yilgan. Bu o'zi bular kelib chiqishi dashing motori hammasini, 156 ot kuchi hammasi dashing motordan olingan. Xo'p. Asosiy narsa aka, bu mashina gazda 100% yuradi. Buni nima uchun aytyapman? Gazda 100% yuradi deganim bu oddiy gap emas aka. Bor aka, masalan gazda masalan 30 ga 70 ishlaydigan motorlar ham bor. GDI hisoblanadi. Bilasizmi bu narsani? 30 ga 70 bu masalan 30% benzin rasxod qilib turib, 70% gaz rasxod qiladi. Bu mashina bunday emas. Bu 100% gazga ishlaydi. Bu MPI dvigatel. Bular uchalasi ham Dashing X50, X70 MPI dvigatel bilan jihozlangan. Bularga shunday ustaga gaz servisga borsangiz so'rashingiz mumkin. O'zi aytadi. X70 mi deydi? X70 bo'lsa bo'ldi. Ularga arzonroq chiqadi gaz deydi, masalan. O'zimizda ham gazni pod garantiya qo'yib ketishlari mumkin bo'ladi. Ruslan aka. Shunaqa imkoniyatlar ham bizda bor. Keling, masalan, mashinani ichkaridan ko'rsatib o'taman. Farqi aka, mashinani melochovkalarda, to'g'risini aytaman. Melochovka farqlari bor. Nima farqi deyishingiz mumkin. Asosiy aka ikkalasidan ham panoramalik bor. Asosiysi ikkita pozitsiyadan bemalol siz panorama lyuk, 18 mexanizmga bo'lgan, dvigatel 1.5 turbo 156 ot kuchi va 7 ta o'rindiqni olib bilasiz. Endi komplektatsiya nimada farq qiladi? Bu tkaniy salon, ya'ni material hisoblanadi, kojani emas. Ikkinchi pozitsiyasi kojani bo'ladi. Uni ham ko'rsatib o'tamiz video davomida.
беспроводной заряднигida farqi bo'ladi va sidyeniya elektropaketligida farq qiladi va abagrev lobovoylarda farq qiladi. Multimedia rulli ham o'zgargan. Arqa bagaj elektropaket hisoblanadi bunisida mexanik, ya'ni oddiy bagaj hisoblanadi. Lekin kengligini o'zingiz ko'ryapsiz. 360 gradus kamera deysizmi, ruchniklar elektropaket deysizmi? Aka, hammasi bir xil. Asosiy mashina xarid qilishda nimaga e'tibor bering bilasizmi? Asosiysi korobkani e'tibor bering. Korobka variator bo'lmasligi kerak. Variator korobka internetda o'zi yozilgan, injiqligi ko'p. Oddiy avtomat yokida mokriy DCT yokida ko'ring, shu pokoleniyalari ko'p. Bu qanaqadir korobkasi? Bu mokriy DCT korobka bo'ladi. Mokriy DCT yangi disiplinli korobka deydi. Ikki disiplinasi bor. Juda ham aqlli, koja obshivkalarga qilingan. Agarda kimdir masalan kojani chiqol taqmoqchi bo'lsa $100 ga, masalan, o'zi u yeri tayyor aka. Ha. Tamam, hamma joy koja bo'ladi. Xohlasa buni olib ketadi. $100 ga 4 ta pomlan chiqol taqib bo'ladi. Bularga kardinal firmasidan xohlasa bo'ladi. Xo'p. Orqalarini ko'rsataman. Ruslon aka, buni orqasi ham keng aka. Keyin orqada ham konditsioner, isitish, sovutish tizimi bor. Bemalol issiqlik, sovuqlik haydaydi aka, bemalol. Xo'p, освещение orqada ham bor, mavjud bemalol. Bu yerda masalan освещение yondirib o'chirib olasiz. Xo'p, undan tashqari xolodilniklar barida mavjud. Sovutib, masalan, ichimliklarni sovutib ketishga ham joy bor demoqchiman. Xo'sh. Menga yo'qaydigan tarafi ushbu avtomashina nima? Menga eng yo'qaydigan tarafi bu mashinani ikkinchi qatori yurishi. To'g'risi, bironta avtomashinadagi Captiva'larda ham ikkinchi qatori yurmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mashinani ikkinchi qatori yuradi, ko'rdingizmi? Va ikkinchi qatordagi mana bu bel beradigan joyingiz yotadi. Ha, o'zi qulay qilib olsa bo'ladi. Maza qilib dam olib ketsa bo'ladi. Masalan, bir xil avtomashinalarga keling-men dalniga ko'p borganman, Lasettilarda ana bunday borasiz. Unda holatda yotish qiyin aka. Seriozno aytyapman. Bel dam olmaydi. Bel dam olish uchun nima qilish kerak? Belni oxirigacha berib, maza qilib yotib ketsangiz ham bo'laveradi aka. Joy ko'p. Keyin 3 kishi bemalol chiqadi. Orqada yana 2 kishiga joy bor. Xo'p. Keyin bu mashinani ikkinchi qatorini qarang. Skladoy ham qilib beradi. Bitta o'sha yerni bosib boring aka. Kechirasizlar. Bu xo'p. Keyin aka ushbu avtomashina aka xohlasangiz podgolovniklarni olib chiqarib turib xohlasa ham bo'ladi. Bemalol. Mana bagajnikni ochamiz, ko'rsatamiz. Kengligini o'zingiz ana bu yerdan obzor qilib 0.5x ga ko'rsating aka. Kattaligini ko'ryapsizmi? Ana endi men uxlab ko'rsataman. Men erinmayman. Demak, video obzor davomida mashinani xarid qilayotgan mijozlarimiz kelmasligi mumkin. O'sha yerdan bilsalar bo'ladi. Mana. Hadushka ham ko'rdingizmi? Maza qilib yotaymi, ko'rsataman. Bemalol. Joyini kengligini ko'ryapsizmi? Joy kattagina. Bemalol. Ikkita kishi maza qilib dam olib ketsa ham bo'laveradi aka. Bitta bu yerda unaqa naduvnoy matras bo'ladi-yu. Mayin. Ana shundan tashlasangiz bo'ldi. Maza qilib yotib ketsa bo'ladi. Qulaylik ko'p. Hozirgi avtomashinalar bunaqa narsa yo'q aka. Real aytaman. Yoki oyog'i chiqib qoladi. Yoki aytayapman-ku, kengligini o'zingiz ko'rdingiz. Ruslon aka, datchik partronikalar orqalarida mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Dizayn uchun ikkita выхлопной sistema. Ходовой sistema asosiy. Keling. Alohida, ya'ni McPherson firmasi tomonidan qilingan. Bizani почти hamma mashinamizda McPherson podveskalari qo'yilgan Ruslon aka. Hammasida полностью alohida ishlaydi. Va 7-qator, ana ya'ni to'yib kechirasiz. 3-qator 7 kishilik. Bunisiga o'tib ko'rsataman. Ha, o'tirib ko'rsatsang. Mayli aka, buni ko'rsating. Ana buni o'tishi ham unday bo'ladi. Ana bu yerdan buni tortasiz. Bemalol bu yerdan o'tib ko'rsatish mumkin bo'ladi. Mana. Bu yerga mana sizdan bemalol bor, yana joy bor aka. Bu ham oldin orqa bo'ladi, ko'rasiz. Bemalol joy bor. Zo'r. Bemalol yotib ketsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz ishlating, xohlasangiz aytayapman-ku, kenggina joy. Ko'p kishi bu narsani 7 kishilikni olishini sababi shunda aka. 7 kishilik olish kerak aka, olishga yarasha bir borga arzon narxi ham shunday. Mягкий balonlar kelyapti. Oldingi X70 lar hammasi 20 diska balonlarda keladi. Hamma aka ozgina hadavoy bilintirardi deydi-da, to'g'ri bilintiradi. Nima uchun bilintiradi? Ana men o'zim 41 oyoq kiyib kelman, to'g'rimi? Hozir 45 kiyib qo'ysam qanday bo'ladi aka? Yurishim noqulay bo'ladimi? Xuddi shunday 20 diska balon taqqan paytingizda mashina jo'ski bo'ladi.
niskiy profil bo'ladi. Ya'ni pokrishkalar mayingina bo'ladi. Tushundingiz? O'sha uchungina aka mashinani ходовой sistemasi bilintiradi. Bu mashinani o'zimizni ob-havomizga polni moslashtirib chiqarishgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Marhamat, keling. Hozir bir minut. Mana o'zimizni ob-havomizga moslashtirib chiqarishgan. O'zbekiston. Ko'ryapsan? Ya'ni yo'llarimizga moslashib chiqyapti. Ходовой sistema. Bular Xitoylar kelib bizani yo'llarimizni o'rganib, ob-havomimizni o'rganib, motorli sistemalarni o'shanga qarab chiqarishgan. Demak, O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan. Shunday. Agar talab o'sha aytyapman. E'tibor beringlar, masalan, bu boshqa brendlar 70+lar bor, masalan, boshqasi. Ular aka moslashmagan ko'pisi. Bular o'sha yo'limizga moslashib chiqaryapti. Xo'p. Mashinani ko'rsatdim, ko'rishingiz mumkin. Datchik dajda ham bor. Datchik dajda yomg'ir yog'gan payt lyuklar o'zi yopiladi, oynalar o'zi ko'tariladi, dvorniklar o'zi avtomatik ravishda ishlaydi. Shunaqa darajada aqlli. Hamma mashinamizda mavjud. Eng prostoy mashinalarimizdan bu narsa bor. 253 million 500 lik XL-ligimizda ham mavjud ekan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, morda yangilangan versiya, oldingilar bunaqa emas edi. Yodingizga bo'lsa agar, bu yangilangan versiya. Datchik partronika oldinda ham bor. Ya'ni masalan shu yerda bordür turibdi. Siz ko'ra olmaysiz. U bunaqa qilib ko'rsangiz ham bo'lmaydi. U mayin bordür. O'sha paytga ham aka sizga ana shu yerda bordür turganligini qizil qilib polosalarni chizib ko'rsatib beradi aka. Men sizga nima uchun daskanani tushuntirib beraman? Nimagaki, aka ko'p kishi avtosalonga kelishga erinadi aka. Shu videodan ko'rib olsa ham bo'laveradi. Mashinani xarakteristikasini chot qilib tushuntirib beryapman. Erinmasdan. Har kim bu narsani qilmaydi aka. Realda. Batafsil ma'lumotlar uchun agarda xohlasalar aytib o'tdik. Bu mashinada hozirda avtokredit yoki naqd pul asosida xarid qilsalar bo'ladi. Kelsinlar. Hozirda 299 million bo'lgan avtomashinani siz 10 kun mobaynida 10-dekabrgacha 286 million so'm evaziga xarid qilib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz qora salon qilib beraman. Yana doplata so'ramayman, oq salon ham qilib beraman. Bunaqasi hech qayerda yo'q. Bizda tanlov bor. Imina X70 da oq salon va qora salon mavjud. Xo'p, X70 FL ni 286 million so'm evaziga xarid qilib ketishingiz mumkin. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Nomerimni ayting. Xo'p, keling X70 FL yangi klassini tushuntirib beraman. Farqlarni ko'rsatib o'tdim. Ko'ryapsan, ana shu yangi klass. Panorama lyuk bor. 18 mягкий diska bo'ladi. Dvigatel 1.5 turbo 156 o't kuchi. Linzaviy proyeksionniy optika. Bu уже aka robotlashgan farlar. Bo'ldi. O'zi boshqarib, o'zi unaqa qiladi. Polni regulyatsiya qiladi. Xo'sh, datchik partronikalar, orqa partronikalar bular hammasi bir xil aka. Aytadigan farqlarini aytib beraman. Keling. Men sizga oq salon dedimmi? Mana bu oq salon. Ya'ni oq ham emas, bu seri rangda. Oq, sepim oq rasvo bo'ladi deyishadi-yu. Oq emas, seri rang. Zo'r ketgan bo'ldi. Chot kichik ketadi. Oqqa oq, qoraga oq olishadi, zo'r. Mana o'sha farqi birinchisi elektron o'rindiq. Bunisi mexanik o'rindiq edi. Ikkinchi farqi aytib o'tganimdek G-class rul, ya'ni Mercedes kompaniyasi tomonidan berilgan rul bu. O'zi G-Tour faqat ana shu rullar bilan ishlab chiqariladi ko'pisi. Ko'p mashinalarda ko'rgansiz. Buni X70+, X90+ modellarga shunaqa rul turibdi. Bu X70 FL Premium Plus, ya'ni oxirgi pozitsiyasida ham shunaqa rul bilan keladi. Cruise control, abagrev rul, mana abagrev keling ko'rsin. Mana bundan farqi. Endi bu narsani siz videoga baribir bera olmaysiz. Videoga olib. Lekin polni ichidan spiral o'tgan. Siz ko'zingiz bilan ko'rasiz, realni, to'g'rimi? Aqlasdan baribir ko'rinib qoladi. Bu uchun bilasizmi nima qilish kerak? Bu uchun qo'lingizni tepadan qo'ying, keyin ko'rsatsangiz bo'ladi. Buni toping. Mana abagrev ko'rinyapti. Ko'rdingizmi? Polni bilinadi aka. Abagrev sistema nima uchun kerak? Abagrev sistema qishga konditsionerni yondirgan paytingiz ko'p mashinalarda ko'rganman, labovoy yoriladi aka. To'g'rimi? Bu buni emas, bu sekin qizib eritadi. Birinchi hamma joyini qizartiradi, labovoyni, keyin уже eritishni boshlaydi. Bu X70 FL Plus'ni shu taraflarni yaxshi ko'raman. Faqat shu oldiga ham polniymi yo? Yo, bunga aytayapman-ku, 4 ta sidyeniya. 4 ta sidyeniya. Abagrev rul, abagrev labovoy orqa oldin. Orqa sistemasi mavjud aka. Shunday. Беспроводной зарядник qo'shilgan. Ko'rsatib berdim, hozir siz ko'rdingiz. Mana 310 ikkalasida ham mavjud. Bunaqa narsalar ekonom qilinmagan. Xo'p, xolodilnik ikkalasida ham mavjud. Mana bir xil narsa ikkalasi ham. Qolgan joylari bu narsalar farq qilmaydi. Даже мягкий 18 мягкий diska balon O'zbekiston yo'llari, O'zbekiston ob-havosiga moslashtirib chiqarilgan.
ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Bu oxirgi farqi bagaj elektron Aha. o'zi ochiladi. Oxirgi farqi shu bo'ladi. Bu yo'llarni ko'rsatdik, yetukchiliklarni ko'rsatdik, men deb o'ylayman, shu bunlari yo'qadi deb bir xil. Datchik parktroninglar orqalarida ham mavjud. Xo'p, ushbu avtomashinani to'lov usullari haqida ma'lumot berib o'taman. To'lov usullari qanaqa bo'ladi? Xo'p, ushbu avtomashinani siz 346 million so'mga xarid qilishgan. Masalan, o'zi bu yangi model 346 milliondan 318 million 500 ming so'mga sizga aksiya qilib beriladi. 318 million 500 ga olasiz buni. Xohlasangiz rassrochka qilib beraman. Rassrochkasi bor. Bo'lib to'lash, ya'ni o'z tannarxini bo'lib to'lasangiz ham bo'laveradi. Agarda ma'lumotlar uchun shu qiziq bo'layotgan bo'lsa, rassrochka qanaqa usulda xarid qilinishi kerak bo'lsa agar, ma'lumotlar uchun 99 589 07 76 shaxsiy nomerim. Aytgan bonuslarim bunga ham amal qiladi. Lekin menga uchrashishlaringiz shart bo'ladi. Agar uchrashmasangiz men ujib qo'shila olmayman. Bizzachilar kirgan payt mirishadi deb kirishlaringiz shart. Shu narsani o'zlaridan chiqarmang. Ko'tarmadimmi telefonni, iltimos qilaman. Bitta SMS yozib qo'ying nomerimga, men обязательно sizga chiqaman. Mirishot, mana shu yerdan telefon qilyapman deb ayting, men o'zim sizga yo'q chiqaman. Обязательно. Menki men ham mijoz bilan gaplashayotgan bo'laman. Aql vaziyatda bo'ladi, o'sha uchun ko'tarib bilmasligi ham mumkin bo'ladi. O'zimga tushsalaringiz yaxshiroq. Boshqa ishga uje tushsalaringiz, uje avtomatik ravishda men bu narsaga qo'shila olmayman. Xafa bo'lmaysiz. Men gapim uchun gap o'zim javob beraman. Xo'p. Datchik детский, ya'ni детский защита bo'ladi. Bu farzandlar uchun kerakli, oynalari, lyuklari, bagajlarida bu narsa mavjud. Datchik dajani aytdik, aka, bular savob farq qilmaydi. Xo'p, bu mashina narxi 318 500. Agarda yana yo'q, men rassrochka ham qilmayman. Men naqdga olaman desalaringiz, menda yana chiroyli chegirmalar bor. Unisini aytmayman. Video davomida agarda like shu videoga kommentariya yozib qoldirsalaringiz, qiziqtirish uchun X70 FL Premium Plus deb yozib qoldirasangiz, o'zim shaxsan kirib, sizlarning savollaringizga javob beraman. Lekin kommentariyani to'ldirishlaringiz kerak bo'ladi. Bu bizga kerak bo'lmaydi bu narsa, to'g'risi. Sizlar uchun bu narsa. Siz bir kishi olishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Sababchi bo'ladi. Olmaysiz, siz masalan olmagan taqdiringizga bir kishi kelib sizni shu kommentariyangizni ko'radimi? O'sha video o'shaga chiqadi-yu, siz ko'rib olganiga siz sababchi bo'lishingiz mumkin. O'sha uchun bizga yordam beradi. Like bizga bironta daromad keltirmaydi. O'sha uchun iloji bo'lsa, like, kommentariyani ayamaysizlar degan umiddaman. Xo'p. Ushbu avtomashinaning narxini aytib o'tdik, ha? Keling, bizga hozir Dashing modeli keldi, lekin hali ichkariga kirgizilmabdi, to'g'risi. Agarda o'sha mashinani ko'rmoqchi bo'lsalar, keyin ko'chaga ham ko'rsatish mumkin. Umuman muammo emas. Batafsil ularni ham tushuntirib beraman. Xo'p, Jitur T2 modeli. Keling. Jitur T2 ni ikki xil pozitsiyasi bor. Hozirda bizda наличие turgan modeli ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiyani bemalol aka 512 million 200, ya'ni 544 million bo'lgan pozitsiyani 512 million 200 ga rassrochkaga xarid qilib ketishlari mumkin. Aka, bu mashina 2 litr turbo dvigatel bilan qo'zg'algan, mana ko'rsating. Hozirgina treylerdan tushirdik. Hozir treylerdan chiqarib, mana treylerdan tushirib, hozir treylerdan tushirib, hozir bitta o'zi Qarshiga ketdi aka, sizni hozir hamyurtingizga bitta sotdim. Hozir borib ko'payib qolgan lekin bu mashina. Qarshi to'g'risida aytaman, nomer 1 Xorazm bilan birga bilmayman qayerdan pul olishadi, lekin realni pul juda ham ko'p. Ko'radiganimni aytaman-da, realni aytaman. Xorazm ko'p ko'raman. Xorazm, Qoraqalpoq, Qashqadaryo umuman tinmaydi. Ular endi xuddi bizlarning buxoroliklarda mashina yaxshi ko'radi. O'zi qonun qoida bo'yicha aka, uni olsangiz agar hayotga nima uchun kelamiz? To'g'rimi? Bitta yaxshi mashina minay deymiz yoki-da yaxshi uy minay deymiz yoki yangi pulni jamlay deymiz. To'g'rimi? Boshqa niyatimiz yo'q aka. O'sha 2 kunlik dunyo. Ertaga nima bo'ladi bilmaymiz. O'sha uchun harakat qilib aka olish kerak. Zo'rini. Iloji bo'lsa yaxshi mashina minib, orzu havasni qilish kerak. Orzu havas qancha zo'r bo'lsa, o'shanga qarab Xudo beradi. Shunday. Sizga gapirishlari ham odamlarni boshqa xil bo'ladi. Masalan, bitta T2 bilan kirdingiz mahallangizga aka, odamlarni qarashi boshqa xil. Endi kuyadigan ham bo'ladi, ana endi yaxshi ko'z bilan qaraydigan ham bo'ladi. Aka, yaxshi ko'z bilan qaraydigan qanaqa bo'ladi bilasizmi? Otasiga rahmat deydi. Shunday. Shu odam ko'tarildi deydi. Shu odam ana shu odam deydi, masalan. Aka, orzu havasni qilish kerak. Mazza qilib yangi mashina minish kerak. Men aytaman, boshqa brend buni boshqa. Aka, любой brend oling, lekin komplektatsiyasiga e'tibor bering. Mashina olishda shu narsaga e'tibor beriladi. Men hamma vaqt aytaman.
mashinani yangisi yaxshi deganlar. O'sha uchun любой mashinani yangisi zo'r bo'ladi. Avvalambor komplektatsiya. Asosiysi shu narsa bo'ladi. Xo'p, 512 million 200 lik mashinani nima farqi bor? 254 ta o'tqichi 2 litr turbo bilan jihozlangan bo'ladi. Bu mashina 4x4, ya'ni 4 ta privet ulaniladi. Xohlasangiz XPD, xohlasangiz 4 ta privet qo'shiladi. 540 gradus kamera obzor, ya'ni mashina taglargacha sizga ko'rsatib beradi. Xo'p, panorama lyuklar bilan jihozlangan, slipoy zonalari mavjud. Bemalol masalan chapdan yoki o'ngdan obgon qilinayotgan mashinalarni ham ko'rsatib beradi. Zavodskoy quydirilgan oynalar bilan orqalar keladi o'zi tayyor. Tonirovka qilish hojati yo'q. Xuddi shunday. Bu mashinaga o'tirgan payt aka просто tak oddiy o'tirib bo'lmaydi. Real aytaman, Ruslan aka. Обязательно o'tirayotgan payt sana burchka ushlab keyin o'tiriladi. Mana qarang. Ko'rdingizmi? Nimagaki balandligini o'zi sezyapsiz-ku. Shunday. Mashina baland ancha. Oyog'ingiz ana o'tirgan payt oyog'ini ko'ryapsan? Bemalol bo'ladi. O'zi bu yeri ham tegadi oyoq. Ko'p mashinalar o'tirgan payt buni o'tira olmaysiz. Sizdina past bo'ladi. Balandligini ko'rsating sizdinani. Shunday. Sizdina ancha baland. Xo'p, orqalari ham qo'lni qizadi, oldinlari ham qizadi va oldinda qo'shimchasiga sovutgich sistema qo'yilgan. Ya'ni abduf, Abagrev böyle ikkitasiga qo'shilgan va asosiy narsa ikkita sizdiniyada pamid bor. Pamid degani aka miya. Sizdinangiz aka bemalol masalan o'tirgan payt o'zi regrovka qiladi. 3 kishigacha miyasiga saqlaydi. 7 ta rejimi bor mashina. Eko oladi, sport, qumga yuradi, cho'lga yuradi, qishga любой bitta aytaman-ku, любой bitta funksiyasi bor. 4 ta prividni ham ulasangiz bo'ladi. Aqlli mashina. Yuziga qancha rasxod qiladi endi shunda? Yuziga qancha rasxod qiladi? Yuziga aka ochiq qo'ydim. Gap aka men sizga 7 ta, 6 ta deyishim xato aka. U dalniy rasxod. Hammasi. Dalniy rasxod. Bu mashina akajon yuziga 10 tagacha rasxod qiladi. Yuziga 10. 10 tagacha. Realni sinalgan. Ha? Realni sinalgan. O'zimizda test drive bor, bemalol haydab. Dalnigami shunda shaharda ichigami? Shahar ichiga deyapti. Shahar ichida, ha, shahar ichiga. Apchifkalar Alicantara bilan qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Napa bilan kombinatsiya qilinadi, bilib turibsiz. Xo'p. Xadovkasi alohida nizavisimi bir-biriga bog'liq bo'lmagan xadovoy ko'rishlari mumkin. Balali, omon bo'ladi. Shunday. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin, mana. Bir o'g'aynilar bilan biron joyga o'tirdingiz, bu naqasi nima deydi uni? Avariyni znak. Veshilkalargacha bor mana. Qo'yib qolish kerak. Ichimlikni ochishmi? Attiralkalargacha o'g'aynilar bilan bir suhbatlashib o'tirdingiz, kofechani qo'yib aka, maza qilib, chaqchaqlashib o'tirgan bo'y nima yetadi aka? O'tiringiz maza qilib, blokirovka qilsangiz ham bo'ladi. Yopilmaydi. Ochsangiz ham bo'ladi. Juda ham aqlli mashina aka. Bunaqa mashinani siz ko'rmagansiz. Realni bunaqa narxda bu realizer. Hozir 200 ming, 250 ming dollarga gelik olishadi, to'g'rimi aka? 250 ming dollarga gelik olgancha aka 5 ta bundan olasiz aka. 5 ta bundan maza qilib kortejladi. Bemalol ishlaydi. Qolgan pulga hayot keyin. Men sizga aytibman, pulni просто qayerga tashlashni bilmaydi odamlar. 250 ming dollarga xato mashina olish. Endi to'g'ri kimdir masalan bu narsani xato deb aytmayman, просто kimdir masalan o'sha orzusi bo'ladi Gelenwagen minish. Lekin aka, masalan pulingiz bo'lsa 200 ming dollarni biznesga tiqib 40 ming dollarga masalan shunaqa avtomashinani minib, o'sha kayfini olib bilasiz aka baribir. Shunday. Shu mashinani kayfini beradi baribir Gelenwagen. Aytganimdek, komfortini o'zingiz ko'rdingiz, даже palatkalargacha mavjud. Dam olishlarga borgan payt bitta palatkani ulaysiz, qo'lni yopiladi. Aka, даже bu mashinada xohlasangiz aka, stol ham bor. 4 oyoqchasini qo'ydingiz, maza qilib do'stlar bilan o'tirib, suhbatlashib, stolchaga ichimlik yeb ichishlarni taxlab, maza qilib o'tirishingiz mumkin. Bunaqa mashina yo'q, aka, bunaqa narxda, bunaqa komplektatsiya yo'q. Aka, bu realniy premium model. Premium model deganda nima tushuniladi aka? Dizayn asosiy, komfort ikkinchisi va qulaylik, to'g'rimi? Mashinani qulayligi bo'lmasa aka, buni xato xarid qilish. Sizga men o'ylayapman, ko'zlari bilan ko'ryaptilar, qulayliklarni, komfortni ko'ryaptilar. Zo'r deb o'ylayman. Real. Olish kerak. Olish payti o'zi. Mashina olish payti. Motor korobkasi to'g'risida ma'lumot bersangiz, Dvigatel 254 o'tqichi. Prisoska bagajda bor. Ko'ryapsan? Shunday. Aka aytgancha X50 avtomashinasi, G4 T2 avtomashinasi va T2 avtomashinasida zavodyachiy pult ham bor.
Pultdan boshqarsa ham bo'ladi, bunda yondirsa ham bo'ladi, o'chirsa ham bo'ladi. Shunaqa funksiyalar bor va oynalarni hammasi tushiradi pultdan. Shunaqa funksiyalar ham bor. Buni motor seplimi yoki Bu ham motor seplik. sepli? Ha, yana bitta narsani aytib o'taman. Keling, ochaman, dvigatelni ko'rsataman. Aka, Ruslan aka, bu moshina aka filtrini, воздушный filtrini ko'ring. Nima uchun tepaga qo'yilgan bilasizmi? Sabab. Havoni yaxshi tozalab berish uchunmi motorga? Yo'q. Mayli, bu birinchi sabab desak, ikkinchi sabab nima? Bilmaysan? Bilmayman. Xo'p, ikkinchi sababi o'zi yarmigacha suvga bo'kkan taqdirga ham filtr tepada turibdi. Bemalol suvga yurib biladi degan. Tushundingizmi? Suvni ichiga ham bemalol harakat. Bemalol harakat. Dubayda наводнение bo'ldi, eshitdingizmi? Eng ko'p xarid qilinayotgan model bu Dubayda. O'zimizni o'sha Dubayga qarab biz ham o'zimiznikini ham xarid qilishyapti, bizanikilar ham. Xo'p, imенно Buxoroda Jeturteki juda ham ko'p deb aytib bilaman. Spokойно aytaman. Real aytaman, ko'p kishi xarid qilgan. Sinovdan o'tgan model aka 2 yildan beri bizada bor. 24-yildan beri ishlab chiqariladi bu mashina. Hozir yaqinda aka Jetur T1 keladi va G700 modeli ham keladi. G700 bahaybat qildi, taxudek katta baloda u, katta balo. U ham aka zo'r gibrid. Uni o't kuchi aka qariyb 1000 ta bo'ladi. 1000 ta o't kuchi. Bunaqa aka yo'q hech qayerda. 1000 ta o't kuchilik model ko'rmagansiz. Toyota 300 dan tortib yurdi bu yerdan beri aka. Men videolarni o'zim shaxsan ko'rdim. Bu juda ham ajab, Xitoy juda ham oldinga ketdi. Rivojlanib ketdi. Xitoy oldinga ketdi. O'zi Toyota'larni ham, Mercedes'larni ham, BMW'larni ham, dashi ayni yana qanaqadir brendlarni ham hammasini Xitoy ishlab chiqaryapti. Chunki bir videoda ko'rdim, o'sha Trump o'zi aytayapti, Xitoy bizdan o'zib ketdi. Texnika chiqarish bo'yicha deb o'zi aytib o'tyapti. Shunda o'zi mana Malibu o'zimiz minib yuribmiz. Yoki Equinox, to'g'rimi? Yoki Tracker, yoki Onyx. Ana shu hamma avtomashinalar hammasi Xitoyda chiqariladi. Lekin bizanikilar o'zbek deb olishadi. U hammasi Xitoylar. Ular birontasi o'zbek emas. Yaxshi mashina, yomon mashina demayapman. Yaxshi mashina, lekin Xitoy ishlab chiqaradi. Shunday. Shu narsani inovatga olinglar, iltimos. Chevrolet degan znak bu hammasi o'zbek degani emas. Bu Xitoydan tayyor keladigan modellar bu. Malibu Equinox, ular hammasi tayyor keladi. Yig'ilmaydi bu yerda. Malibu XL hammasi Xitoydan tayyor mahsulot kiradi. Xo'p. Jetur brendi logotiplari yonadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yangilandi. Oldingilardan unaqa edi. Qarang. Ha. Shunday. Ana bunaqa edi. Keyin oldingilarda yashil, ana bu diskalarda yashil значокlar bo'ladi. Mana ana buni qoraytirib qo'yishgan. Keling ko'rsaman. Mana qoraytirib qo'yishgan, ko'rdingizmi? Ha. Bu aslida yashil bo'ladi, ana bu yerda ham yashilcha bo'ladi. Bu уже заводской kelmaydi bunaqa narsalar. Tamam. O'zi qoraytirilgan, tepalargacha polni yashil значокlar bermaydi. Bu mashina kelganda bu masalan bu mashina probegligi hisoblanadi-da. Bu mashinada 40 mingdan 40 mingta probeg bor mana. 40 mingta probegi bor mana. Haydalgan mashina. O'zimizda mijoz G700 modelini kutyapti. Bu o'sha uchun bizga berib ketdi. Sotishga. Xo'sh. Bu mashina 40 mingta propanda yurgan, qarang. 60 litrlik propan qo'yilgan. Men nima uchun ko'rsatyapman? Bizning mashinalar propan, metan umuman muammo emas, aka. Bemalol ikkalasidan yuradi. Bemalol aytyapman-ku. Mashina komfortini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Mana o'zi tortib bo'ladi bagajlari, zapaskalar bu yerda bo'ladi. Ходовой sistemalarni ko'rdingiz, alohida-alohidaligini, komforti. Savol keldi, endi buni 40 ming yurgan deyapsiz. Buni necha ming qilib berasizlar yoki? Yo'q, buni aka, buni kelishtirib beriladi. Bu mijoz bilan o'zi bilan gaplashiladi. Mijoz o'zi bilan, egasi bilan gaplashiladi. Kelishini agar kerak bo'lsa, egasi bilan gaplashtirib berishi mumkin. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Lekin aka, bu уже menimcha kimdir zalogini olgan deb o'ylayman. Kimdir zalogini bugun edimi yo'q kecha kelgan edi, bugun yana bir keldi. Zalogini qoldirib ketgan. Kimdir menimcha kelishib ketdi nima egasi bilan deb o'ylayman. Menimcha yetadimi? Men aka bormi yana? Yana bitta Jetur T2 ni oq rangi bor, ko'rsatib o'tamiz. Hozir kelgan model. Ana, oq rangi o'zi aka respublika bo'yicha yo'q edi. Mana bizda Jetur T2 ni oq rangini agarda masalan oqni yaxshi ko'radigan mijozlarimiz bor-ku aka. O'shalar uchun mana oq rang. Oq rang. Ko'ryapsizmi? Oq rang. Tayyor sotuvda turibdi aka. O'zi kelsalar, hozir rasmiylashtirib chiqarib beraman. Men aytyapman, bonuslar mening nomimdan qilib beriladi. Bunaqa aksiya hech qayerda yo'q. Kelasizlar, xudo xolasa foydalanasizlar. Aka, pastda raqamlarni qoldiraman. Bemalol murojaat qilishsin. Agarda ulgurib qolmasa,
Menga o'zimning nomerim 99 bilan 589 07 76 azizlar. Agarda dashing qiziq bo'lsa, dashingni ham ko'rsatib o'taman mana. Dashing modeli mana bunaqa bo'ladi. Bu mijozimizniki. Mijozimizniki hozir kelgan, dashinglar square bu tarafdan olib qo'yilgan. Hozir sotuvda mavjud bu ham. Bor. Bemalol kelsalar bo'ladi. Nima deymiz? Hammalaringizni azizlar avtosalonimizda o'zim shaxsan kutib olaman. Men o'ylayman, hamma ma'lumotlarni daskanalni berib o'tdik. Xudo xohlasa ko'rishamiz degan umiddaman. Sog' bo'ling, rahmat ma'lumotlar uchun. Menimcha xalqimiz uchun juda bir to'liq qilib ma'lumot berdingiz. Hali Gap yo'q. Nima avtosalon bunday ma'lumot har bir detallicha gapirib berdingiz. Buning uchun rahmat aytib qolaman. Hech kim ana shunday. Men nima uchun to'liq ma'lumot beraman? Mijozlarimiz bor, aka Rossiyadan ko'rishadi. Ular kelisholmaydi u yerdan. Birinchi ko'rib, keyin aka-ukalarga yoki ota-onalarga aytib, ko'rsatib, keyin kelishadi aka. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling akajon.